kömeş degeni xotangi berip yemesakmi mana uyimizda o'tirib qipyalaymiz-ga tuqqanlar to'ndirib pishqanday chiroyli pishib ketgan ekanman noma kömeşlarning. Ranglik, rangsiz, zumaliq, siydam shundoq o'xshaydi jumot tuqqanlar ham bek oddiy mima kelganlar qislamma dasqanlarni yarishga olaydi sevimli tuqqanlarim. Albatta buningga xamir yug'urish kerak. Yug'argandima tuzini tetitib ching yug'urimiz tuqqanlar bitta tuxum aka sumaydi polo qo'shig'ida 4 qo'shib qo'yatib yug'arsak bo'ldi. Ishlatganim Al-Nuri 5ning hali yashil ilchimidagi oshxonani tuqqanlar. Oshxona restoran navoiyxonlar menga ayrim uchriqsizlar shu joydagi yerlik maxsus setish do'konlarini aloqa nomerini bermajim. Ko'mir xota xamirni yug'uri va agashtirsa biz qiymani tayyorligini qilg'ashtiraylikmi? Qiymani cho'shonikidek ushshaq qotmaymiz jumot tuqqanlar jiltini jugan qayla qilganki qiymani chiqi elashkida gada to'raymiz. Piyozimni qayroq to'raymiz. Go'shniki 3dan 1cha bo'lsin-da tuqqanlar. Aki tuz, zira har damaqlik bo'lish kerak emas zira deb turibsam. Qaramush tetimiz ta'm chiqmaydigan, jiqokas ochiq qo'ydigan askinimchi bu qashqa yemak-ishmak zavodida ishlangan har damaqniki kuchli puraqli qaramuchida ehtiyot qilingiz tuqqanlar va shay kuchlikchimi? Odat soz tetimay avarq kitadi bu xurishlarga har damaqnikini jiqsalaversangiz oshni buzilg'ini sho'jimi yaxshimikan, nacharmikan zodi va inkas rayoniga fikringizni yozib qo'yib qo'yingizlar sevimli tuqqanlarim. Endi bir chachin suvni ikkiga bo'lib go'shtga yudiraversak go'shtimiz yumshoq ham sho'rpiliq pishadi, jiltimizmi shunday yeyishlik bo'ldi. Asosiyati ham pitqaldi tuqqanlar ham ko'ngilga taymaydigan qipalarimniki jiqariq yeyish uchun ba'zini sayli qilib qo'ydim-ku. Qarangizlar mana Umar qizimniki qo'limga mahkam esilib aytganim. Mashtaq ish men tuqqanlar maktab ketganlarga tomoqni solmaydigan, yandikisi menga qaramamsa deydigan filmni ta'tikitib oshxonni shu pet o'vang tashlab qo'yib sizlarga filmni ratib do'yinga yo'llamasak da bo'lmaydigan tuqqanlar qo'llashgan buqamsini jimo'sini tuqqanlarim. Ajrimiz uchun haqsiz gul yuraklarni aymay bes qo'yingizlar. Ham diqqat qildigan yerimiz ichidagi havoni chiqaraverib turib, men yaqisini yaxshi chaplaymiz, bo'lmasa suv ichib qaqshtidi jimo. Men unimizdagi chinglig'i mana va shepez yug'ilibdi. Yesim bir xil ta'mlikcha anro'larimizdagi xoshat etmaydi bug'doy pirib turdim. Momamga man qilib qo'ydim men arim qilib. Ba'zini ustiga ozroq suv sepatib, ikki tuxum serig'idek kunjitlancha ichib qo'ydim tuqqanlar. Yana ba'zini oppoq asib etib pishardim jimo. To'naga lag'mandi ashqa undan bugun ishiltaverdim men tuqqanlar. Ham buni oldin qizdivaga ko'shan qilib, osti ustini 200 gradusga taqchib 35 minut pishirsak bo'ldi. Duxovkaga cho'qim qara turaydi jimo tuqqanlar. Hel qarsam yaxshi turgan shaqqitmi bilan tizolachi degicha azroq ko'y qab shundoq ichim ochiq ketdi ish qilib ta'miga karamat payzo ketdi degan bilan. Xotalik ustamlar nadi qag'ay deb qo'yib qo'ysam, amiz tuqqanlar yurak yulduz baglarini besib saqlab cho'qim bir qitasa xayri xo'sh.